ona tilimizda kelishlar deymiz. Ikkinchisi old ko'makchilar. I'rob nima desak, i'rob bu so'zlarning oxirlarini o'zgarishidir. Qachon o'zgaradi? Kitabin, kitaban. Al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Qaranglar, oxirlarini har xil o'qidim. Mana shu o'zgarish boshqa o'zidan oldingi kelayotgan so'z ta'sirida o'zgaradi. Kitaban yoki al-kitaba kitobni ma'nosi. Kitobni sababidan bunga ta'sir qilyapti-da, oxiri o'zgaryapti. Shu o'zgarishi i'rob deyiladi arab tilida. Udan i'ga o'tdi. Udan i'ga o'tdi. Nima uchun fi ta'sir qildi? Uyning ichida o'zi asli. Ayni zahaba qayerga ketdi? Ba ilal mudiri. Mudirning oldiga ketdi. Va ayni zahaba Aliyun